Hurmatli ustozlar, o'quvchilar, demak bugungi navbatdagi shar mavzusining misollarini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi va ikkinchi misollarni biz mavzu qismida, ya'ni leksiya qismida o'rgangan edik, ishlab. Endi uchinchi misoldan davom qildiramiz. Demak, uchinchi misolda mana shu berilgan tenglama bilan berilgan tenglama sferaniki bo'lib, buning radiusini topish kerak ekan. Qaranglar. Mana bu x kvadrat bilan 2x ni, y kvadrat bilan 4y ni, z kvadrat bilan 4z ni ketma-ket yozib olamiz. Ya'ni x kvadrat plus 2x. Endi qaranglar, x kvadrat plus 2x plus 1 qilib olamiz. Sababi mana bu x plus 1 ning nimasini beradi? Qavsda kvadratini beradi. Demak, plus 1 qilgandan keyin minus 1 qilib olamiz. Chunki plus 1 ni biz o'zimizdan qo'shdik. Tenglamaning qiymati o'zgarib ketmasligi uchun yana minus 1 ni qilib qo'yishimiz kerak. Chunki ikkalasi qisqarsa yana xuddi yuqoridagi tenglama hosil bo'ladi. Endi keyingisi y kvadrat plus 4y. 4y plus 4 qilamiz. Mana shunda mana bu y plus 2 ning qavs kvadratini beradi. Keyin plus 4 ni o'zimizdan qo'shganimiz uchun minus 4 ni ayirib tashlaymiz. Demak, keyingisi z ning kvadrati plus 4z. Bunda ham xuddi shunday plus 4 ni qo'shamiz, minus 4 ni ayirib tashlaymiz. Shunda mana buning qiymati z plus 2 ning qavs kvadratini beradi. Bu yoqda teng 0. Ana endi ketma-ket yozib oladigan bo'lsak, x plus 1 ning qavsda kvadrati plus y plus 2 ning qavsda kvadrati plus z plus 2 ning qavsda kvadrati teng bo'ladi. Hamma minus 1 ni, minus 4 ni, minus 4 ni o'ng tarafga o'tirsak, bizda plus 9 hosil bo'ladi. Endi mana bu sfera tenglamasiga ko'ra bu radius ning kvadrati 9 ga teng bo'lsa, radiusning qiymati necha bo'ladi? 3 ga teng bo'lib qoladi. Mana javobi 3. Keyingi savol. To'rtinchi savol. Tenglama bilan berilgan sfera radiusini toping. Buni ham xuddi shu usul bilan yechamiz. X ning kvadrati plus 2x plus 1 va minus 1 qilamiz. Plus y ning kvadrati plus 2y plus 1 va yana minus 1 qilamiz. Plus z ning kvadrati plus 2z plus 1 minus 1 qilamiz va oxirida minus 6 bor. Minus 6 ni yozib teng 0 ga tenglaymiz. Ana endi yozsak bo'ladi. Mana buning qiymati x plus 1 ning qavs kvadratiga teng. Plus buning qiymati y plus 1 ning qavs kvadratiga teng. Plus mana buning qiymati esa z plus 1 ning qavs kvadratiga teng. Ana endi minus 1, minus 1, minus 1, minus 6 larni o'ng tarafga plus qilib o'tiradigan bo'lsak, bizda minus 1, minus 9 bu tarafga plus 9. Bu yerdan ham radius necha chiqar ekan? 3 chiqar ekan. Ana bu radiusning qiymati 3. Sababi bu yerda r ning kvadrati 9 ga teng bo'lyapti. Keyingisi tenglama bilan berilgan shar radiusini toping. Demak, x ning kvadrati minus 2x plus 1 minus 1. Ana endi plus y ning kvadrati minus 4y plus 4 minus 4. Plus z ning kvadrati plus 6z plus 9 minus 50 kichik yoki teng 0 dan. Ana endi mana buni yozsak bo'ladi x minus 1 ning qavs kvadrati deb. Buni yozsak bo'ladi plus y minus 2 ning qavs kvadrati etib. Buni yozsak bo'ladi z plus 3 ning qavs kvadrati qilib. Demak, ana endi mana bu yerda qolgan minus 1, minus 4, minus 50 ni hammasini o'ng tarafga plus qilib o'tiraman. Shunda plusdan 55 dan nima bo'ladi? Kichik bo'ladi. 55 dan kichik bo'ladi. Bu yerda sharning radiusi kvadrati 55 ga teng bo'lsa, radiusi ildiz ostida 55 ga teng bo'lib qolar ekan. Bu 5-misolning javobi edi. Qaranglar, bu yerda bitta xatolikka yo'l qo'yildi. Mana bu yerdagi plus 9, minus 9 yozilmay ketdi. Mana bu yerda minus 9, keyin minus 50 kichik yoki teng 0 dan bo'lardi.
Shuning hisobiga buning qiymati endi 9 qo'shilib ketsa 64. Bu 64 ga teng bo'lsa, teng necha chiqadi? 8 chiqadi. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Keyingisi 6-chi misol. Radius 3 ga teng bo'lgan sfera sirtining yuzi. S sfera sirti 4pi r kvadrat formula bilan topilardi. 4pi ko'paytirilgan 9, shunda javob 36 pi ga teng. 7-chi savolga o'tamiz. 7-chi savolda radiusi 5 ga teng bo'lgan sfera sirti yuzasi S teng bo'ladi 4pi r kvadrat formulaga ko'ra 4pi ko'paytirilgan 25, ya'ni 4 ni 25 ko'paytiradigan bo'lsak, bu 100 pi ga teng bo'ladi. 8-chi misol darsda ishlangan ekan. 9-chi misol sfera sirtining yuzi bo'yash uchun 100 gram bo'yoq ishlatildi. Agar bu sfera radiusi 2 marta orttirilsa, uning sirti bo'yash uchun qancha bo'yoq ishlatiladi? Ana endi qaranglar. Mana S1 birinchi sfera sirti bo'yash uchun bizda 4pi r1 kvadrat radiusi r1 kvadrat bo'lgan holatda 100 gram bo'yoq ishlatilgan bo'ladi mana. Ana endi S2 sfera sirti 2 marta orttirilsa 4pi r2 ning kvadrati teng bo'ladi x gramga. Ana endi r2 nimaga teng desa 2 ta r1 ga teng. Ya'ni 2 marta oshirgani uchun 2 ta r1 ga teng. Shuning uchun bu yerda nisbat olib yoradigan bo'lsak, bu bilan buning nisbati qisqarib ketib, r1 ning kvadrati bo'lingan r2 ning kvadrati teng bo'lib qoladi 100 ning x ga nisbatiga. Ana endi r2 ning o'rniga 2r1 ni qo'yadigan bo'lsak, bizda r1 ning kvadrati bo'lingan 4 r1 ning kvadrati hosil bo'ladi. Bu tarafda esa 100 bo'lingan x. r1 ning kvadratlarini ham qisqaradigan bo'lsa, x ning qiymati 400 gramga teng bo'ladi ekan. Demak, shar radiusini 2 marta, sfera 2 marta orttirsa 400 gram bo'yoq ketar ekan. Bu yerda bizda qancha bo'yoq ishlatilishi aytilgan, mana javob 400 gram bo'ladi. 10-chi savol. 10-chi savolda shar radiusi 20% ga ortilsa, uning sirti yuzi necha foizga ortadi? Demak, boyagidek S1 teng bo'ladi 4pi r1 kvadrat. Endi r2 20% orttirgandan keyin 1.2 r1 ga teng bo'ladi. S2 esa 4pi endi 1.2 ning qavsida kvadrati 1.144 r1 kvadratga. Ana endi ikkalasini nisbat olib yuboradigan bo'lsa, 4pi lar qisqaradi, r1 kvadratlar qisqaradi. Mana bu r2 emas, r1 kvadrat. Ular qisqaradi. Bizda S1 ning S2 ga nisbati 1 taqsim 1.144 ga teng bo'lib, buni S2 ni topadigan bo'lsak, 1.144 S1 ga teng. Mana birdan keyingisi 44% ga ortganini bildiradi. Demak, javob 44% ga nima qilar ekan? Ortar ekan. 10-chi savolda tugadi. 11-chi savolga o'tamiz. 11-chi savolda shar radiusi 40% ga kamaytirilsa, uning sirti. Endi r2 bu yerda 40% kamaygandan keyin 0.6 r1 ga teng bo'ladi. Shuning hisobiga S1 ning S2 ga nisbatini oladigan bo'lsak, 4pi lar qisqarib ketadi. 4pi r1 kvadrat yozib ketaylik. 4pi r2 kvadrat bilan nisbat olgan qisqaradi. r1 kvadrat r2 ning o'rniga 0.6 r ni birni qo'yadigan bo'lsak, 0.36 da r1 kvadrat. r1 kvadratlar qisqaradigan bo'lsa, bizda 1 taqsim 0.136 hosil bo'ladi. Ana endi bu yerda S2 ni topadigan bo'lsam, 0.136 S1 ga teng. Ana endi bu birdan 0.36 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda 0.64 hosil bo'lib, ya'ni 64% ga kamayganlikni bildiradi. 64% ga kamayganini bildiradi. 12-chi savol. Ikkita sfera sirti yuzalarining nisbati 16 ga teng. Demak, S1 yuzaning S2 ga nisbati qiymati necha ekan? 16 ga teng ekan. Bu sfera diametrlar nisbatini toping. Bilamiz, yuzalar nisbati radiuslar nisbati nimasiga teng? Kvadratiga teng. Ya'ni r1 taqsim r2 ning qavsida kvadratiga teng. O'z navbatida d1 taqsim d2 lar nisbatini so'rayaptimi? Demak, d1 nimaga teng? 2r1 ga teng. d2 nimaga teng? 2r2 ga teng. Nisbat olsa ikkalar qisqarib
diametrlar nisbati radiuslar nisbatiga tengligi ma'lum bo'lib qoladi. Shuning hisobiga mana buni to'g'ridan-to'g'ri 16 ga tenglab, R1 ning R2 ga nisbati 4 ga teng deb aytib qo'ya qolamiz. Tamom. Boshqa muammo yo'q. 13-savol. Ikkita sfera sirti yuzalar nisbati 25 ga teng. Bu sfera diametri. Buni ham xuddi shunday. R1 ning R2 ga nisbati qavsda kvadrati 25 ga teng. Shunda R1 ning R2 ga nisbati nima bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Mana javob. Keyingi savol darsda ishlangan 15-savolga o'tamiz. Tenglama bilan berilgan sfera sirti yuzini toping. Demak, bu tenglama bilan hosil qilib olamiz sferaning radiusini. Demak, x kvadrat minus 4x plus 4 minus 4 qilamiz. Plus y ning kvadrati minus 6y plus 9 minus 9 qilamiz. Qavs kvadratga olib kelish uchun shunaqa qilib yozyapmiz. Endi plus z ning kvadrati plus 12z teng bo'ladi. Plus 12 bo'lsa 36 minus 36 teng 0 ga. Boshqa yo'q. Demak, buni yozsak bo'ladi. X minus 2 ning qavsda kvadrati plus buni yozsak bo'ladi. Y minus 3 ning qavsda kvadrati plus oxirgisini yozsak bo'ladi. Z plus 6 ning qavsda kvadrati qilib, ana endi minus 4 minus 9 minus 4 minus 9 minus 36 ni hisoblaymiz. Ana endi buni hisoblasak minus 13 minus 49 o'ng tarafga plus 49 o'tadi. Radiusning kvadrati 49 ga teng bo'lsa, radius 7 chiqadi. Mana radius 7. Bizdan so'rayapti sfera sirti yuzi. S teng 4pi r kvadrat formulasidan topiladi. 4pi ko'paytirilgan 7 ning kvadrati 49. Ko'paytirsak 4 9 36. 4 4 16 yoddagi bilan 19 196 pi ga teng bo'lar ekan sfera yuzasi. Keyingi savol 16. Bizdan O1C masofani nima qilyapti? So'rayapti. O1C masofa bu yuqoridagi kichik radius. Mana bu kichik radius. Bu masofani topish uchun biz mana buni o'tkazishimiz kerak. Bu katta radius bo'ladi. Mana bu kichik radius. Keyin mana bu orasidagi masofa 90 gradus. Demak, bu yerda o'lchak 90 gradus. Mana bu radius bilan mana bu radius bir-biriga teng, ya'ni 20 gradus bo'ladi. Gradus deb uzr, 20 ga teng bo'ladi. Ana endi 20 ning kvadratidan 16 ning kvadrati ayirib tashlaydigan bo'lsak, r ning kvadrati hosil bo'ladi. R bu yerda necha chiqadi? 12 chiqadi. Sababi 12, 16, 20 bu Pifagor sollari edi. Keyingisi 17-savol. 17-savolda ham radius 9 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesilgan. Shar markazidan kesimgacha bo'lgan masofa 6 ga teng. Yuqoridagi misolga ko'ra, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib qoladi. Mana bu shar markazi bo'ladi. Yuqoridagi kesimning radiusi bilan kichik. Endi radius 9 ga teng bo'lgan shar bo'lsa, mana bu radius 9. Endi tekislik bilan kesilgan shar markazidan kesimgacha masofa mana bu 6 ga teng deyapti. Shunda radius topsak, radiusning ildiz ostida 81 minus 36. Ya'ni Pifagor. Ildiz ostida 81 dan 36 ni ayiradigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi 45. 45 ni yozsak bo'ladi 3 ildiz ostida 5 qilib. Mana javob. Endi kesimning yuzini toping degan uchun S teng bo'ladi pi kichik r kvadratga r kvadrat 45 pi ga teng. Javob shu. 16, 18 deganimiz. Radius 12 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesilgan. Demak, yuqoridagi misolga qarab ishlaymiz. Radius 12 ga teng ekan. Mana bu radius, mana shar markazi. Shar markazidan kesimgacha masofa 10. Mana bu 10. Mana kesim yuzasining radiusi. Kesim yuzini toping desa, radiusning kvadrati teng bo'lib qoladi 144 dan 10 ning kvadratini ayirib tashlagan. R ning kvadrati teng bo'ladi 44 ga. S teng bo'ladi pi r kvadratga. Kvadrat 44 pi bo'ladi. Tamom. Javob 44 pi. Keyingi savol darsda ishlangan 20-savolga qaraymiz. 20-savol bu yerda 14 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesilgan. Agar kesim yuzasi 96 pi ga teng bo'lsa, demak mana yana yuqoridagi misolga o'xshaydi. Mana bu shar markazi, mana bu kesimning radiusi, mana bu masofa esa shar markazidan kesimgacha bo'lgan masofa, bu shar radiusi.
Bu radius 14 bo'lgani uchun 14 ni yozdik. 14 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesilgan. Agar kesim yuzi 96 pi ga teng bo'lsa, ya'ni pi r kvadrat 96 pi ga teng bo'lsa, bu yerda r ning kvadrati 96 chiqadi. Mana bu esa ildiz ostida 96 bo'ladi. Bizda aytadi, shar markazdan kesimgacha bo'lgan masofa. Mana x deydigan bo'lsa, x ning kvadrati teng bo'ladi 14 ning kvadratidan x ning r1 ning kichik r ning kvadrati. Ayirib tashlaganimga x ning kvadrati teng bo'ladi 196 dan r ning kvadrati necha? 96. X ning kvadrati teng bo'ladi 100 ga, x teng bo'ladi 10 ga. Mana javob. 21-savol darsda ishlangan. 22-savolga qaraymiz. 22-savolda radius 6 ga teng bo'lgan sharning hajmi. Demak, shar hajmi 4/3 pi r kub formula bilan topilardi. Radius 6 ga teng bo'lgandan keyin 4/3 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan 6 ning 3-darajasi 216 ga teng. Bu yerda hisob-kitob qiladigan bo'lsak, qiymati 288 pi ga teng bo'lar ekan. 23. Radiusi 3/2. Hajm topish kerak. 4/3 pi r kub formulaga ko'ra 4/3 pi ko'paytirilgan kub bo'lsa 27/8. Qisqartiradigan bo'lsak 9 pi taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi 24. Shar sirtining yuzasi, ya'ni pi r kvadrat 10 shar sirti bo'lgandan keyin 4 pi r kvadrat bo'ladi. 4 pi r kvadrat 16 pi ga teng bo'lsa, bu yerdan r teng chiqadi 2 ga. Uning hajmini topish kerak. Bu yerda qisqartib bu yerda 4 qiladi. Hajmini topsa v teng bo'ladi 4/3 pi r kubga. Shunda 4/3 pi ko'paytirilgan kubi 8. Shunda javob 32 pi taqsim 3. 25. Shar sirtining yuzi 64 pi ga. Demak, 4 pi r kvadrat 64 pi ga teng bo'lib, ikkalasi qisqarsa 16 qoladi. R teng 4 chiqadi. Hajm esa 4/3 pi r kub. R kub bo'lsa 64 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, 4 4 16 256 pi bo'lingan 3 ga. 26-savol. Shar sirti yuzasi boyagidek 4 pi r kvadrat teng bo'ladi 100 pi ga. Qisqartiramiz. Bu yerda 25 qoladi. R teng necha chiqadi? 5 chiqadi. Endi hajm v teng 4/3 pi r kub. Formulaga ko'ra 4/3 pi r kub 125. 8 ga ko'paytirib 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 500 pi bo'lingan 3 chiqadi. 27. Shar sirti yuzi s ga teng. Demak, s 4 pi r kvadratga teng edi. Shar sirti, uning hajmini toping. V teng bo'ladi 4/3 pi r kubga. Demak, bu yerdan r ni topib oladigan bo'lsam, s bo'lingan 4 pi ga teng. Ya'ni r ning kvadratini topib olaylik. R ni shunda yozsak bo'ladi 4/3 pi r ning kvadrati, mana r ning kubini r ning kvadrati ko'paygan r qilib olamiz. R ning kvadrati bo'lgani uchun s taqsim 4 pi ni qo'yamiz. R uchun esa ildiz ostida s taqsim 4 pi ni qo'yib yuboramiz. Shuning hisobiga 4 pi lar qisqaradi. Ya'ni nima qoladi? Mana 4 dan ildiz chiqsa 2 chiqadi. S ildiz ostida s bo'lingan 6 ildiz ostida pi qoladi. Javob shunaqa tarzda bo'ladi. Agar s ni ham mahrajga kirdirib ildiz ostiga kirdiradigan bo'lsak, 1/6 ildiz ostida s ning 3-darajasi bo'lingan pi ga teng bo'ladi umumiy formula. 28. Kovak shar devorining hajmi 84 pi ga teng. Devorning qalinligi 3 ga teng bo'lsa, tashqi shar radiusini toping. Demak, kovak shar degan shar ichiga shar chizildi degan. Shar ichiga shar chizildi degan. Qarang. Mana bitta shar chizaylik. Ichiga mana kovak shar tushdi. Mana bu joyi kovak deyiladi. Ana endi kovak shar devorining hajmi. Mana bu devorning hajmlari 84 pi. Bu markazdan kattasigacha bo'lgan masofa, katta radius.
kichikgacha bo'lgan bo'lsa kichik radius deyiladi. Mana kichik r, mana bu katta r. Kovak sharning hajmini topish uchun va kovak sharning hajmini topish uchun bu bir katta sharning radiusidan hajmidan bu ikki kichik sharning hajmini nima qilish? Olib tashlash. Olib tashlaganda 84 pi ga teng bo'lar ekan. Endi devorning qalinligi degani katta rdan kichik rni ayirgani 3 ga teng degani. Tushunarlimi? Mana bu masofa 3 ga tengligi kattadan kichikni ayirib tashlaganda kelib chiqadi. Bizda tashqi shar radiusi so'ralyapti. Demak, mana shu hajm formulasiga ko'ra tushunib oldik. Yozadigan bo'lsak 4 taqsim 3 pi r ning kubi minus 4 taqsim 3 pi kichik r ning kubiga teng bo'ladi 84 pi ga. O'rtoqlar, mana shu yerda 4 taqsim 3 pi ni qavsdan tashqari chiqaradigan bo'lsam, r ning kubi minus kichik r ning kubi teng bo'ladi 84 pi ga. Bu yerda 4 pi ga qisqartiradigan bo'lsak 21. R ning kubi minus kichik r ning kubi bu yoqda ko'payadigan bo'lsak 63 ga teng bo'lar ekan. Ana endi r kub minus r ning kichik r ning kubini ochib yuboradigan bo'lsak, a kub minus b kub formulaga ko'ra r minus r kvadrat plus ko'paygan r plus kichik r kvadrat teng 63. Mana bu yerga 3 ni qo'yamiz, mana bu o'rniga. 3 ni qo'ysak, bizda r ning kvadrati plus katta r ko'paygan kichik r plus kichik r ning kvadrati yana 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsa 21 ga tengligi ma'lum bo'ladi. 21 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Xo'sh, buni ham nima qilamiz? Mana buni kvadratga ko'taramiz. R kvadrat minus 2r kichik r plus r kvadrat teng bo'ladi 3 emas 9 ga. Shu yerdan r ning kvadrati plus kichik r ning kvadrati tengligini bilamiz. 9 plus 2 katta r kichik r ga. Kichik r ga. Ana endi mana bu ikkalasining o'rniga 9 plus katta 2r kichik r plus mana buni r kichik r teng bo'ladi 21 ga olib kelamiz. Shu yerda jami 3 katta r kichik r ning yig'indisi 9 o'ng tarafga minus qilib o'tiradigan bo'lsak 12 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Shu yerdan katta r va kichik r ning ko'paytmasi 4 ekanligi kelib chiqadi. Katta r dan kichik r ni ayiradigan bo'lsak necha? 3 ko'paytirsak 4. Bu nima bo'ladi? Ayirib tashlanadi. Demak, katta r ning radiusi 4 bo'ladi, kichik r ning radiusi 1 bo'ladi. Shunda 4 ga 1 ni ko'paytirsak 4, 4 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 3. Demak, bizdan katta sharning radiusi so'ralgani uchun mana javob necha chiqadi? 4 chiqadi. Bu 28-misol yechimi. Endi 29-misolga qaraymiz. 29-misolda kovak shar devorining hajmi boyagidek. V1 minus V2 ning qiymati 156 pi ga teng. Devorning qalinligi yana katta r minus kichik r teng 3. Endi ustozlar yana yuqoridagidek qilib boshini yozmaylik. Kelinglar mana shuni to'g'ridan to'g'ri formulaga tashlab ketsak bo'ladi. Mana kichik r katta r minus kichik r ning kvadrati plus mana bu r ning kvadratini ham o'rniga mana buni yozib ketsak bo'ladimi? Ya'ni nima qilamiz? Bu yerda boshda o'zini yozib olaylik. Yana chalkashib ketib, misolimiz chiqmay qolmasin. Plus r ning kvadrati teng bo'ladi 156 pi degani 156 pi ni boyagi 4 pi taqsim 3 ga bo'lib yuboramiz-ku. Bo'lib yuborganda 10 o'zgaradi. 3 taqsim 4 pi ga o'zgaradi. 3 bilan 4 qisqaradi. 4 pi ga qisqartiradigan bo'lsak, bizda 44 hosil bo'ladimi? Yo'q, 44 emas. 12 36 bo'lsa 39 hosil bo'lar ekan. Teng 39. Endi mana buning qiymati 3 bo'lgani uchun r ning kvadrati plus katta r kichik r plus kichik r ning kvadrati 23 ga teng bo'ladi. 3 ga bo'lib yuboradi ekan. Yo'q, 13 ga teng bo'ladi. Xo'sh, 13 ga teng bo'lsa, bizda mana buni boyagi 9 plus 3 katta r kichik r teng 13 qilamiz. Katta r kichik r ning qiymati teng bo'ladi bu yoqda 4 ga. Katta r kichik r ning qiymati 4 taqsim 3 ga teng. Bu yerdan r ni topadigan bo'lsak, mana bu yerdan
3 plus kichik erning yig'indisiga teng. O'rniga qo'yamiz. 3 plus kichik er ko'paytirilgan kichik er teng 4 taqsim 3 ga. Bizga ichki shar radius kerak, kichik er kerak. Shuning uchun kichik erni topyapmiz. Bu yerdan kichik erni hisoblaydigan bo'lsak, xo'sh, erning kvadrati plus 3r teng bo'ladi 4 taqsim 3 ga. Chapga minus qilib o'tiramiz, teng 0 bo'ladi. Diskriminantni hisoblaymiz. 9 plus 16 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Diskriminant 27 plus 16 bo'lingan 3. 30 43 bo'lingan 3. Bu yerda 32 da 43 bo'lingan 3. Bizdan chiqmaydigan son kelib qolyapti. Bundan son chiqmaydigan kelib qolyapti. Xatolikka yo'l qo'ydikmi deymanda, qayerdadir. Qaranglar ustozlar. Mana shuni erinmasdan boshqacha yozaman-da endi. Qavak shar devorining hajmi 156 pi bo'lsa, 4 taqsim 4 pi taqsim 3 katta erning kvadrati emas, kubi minus 4 taqsim 4 pi taqsim 3 kichik erning kubi teng bo'ladi 156 pi ga. Shunga ko'ra er kub minus kichik er kub teng bo'ladi 4 pi ga qisqartirsak bu yerda 39 qoladi. Keyin 39 ko'rdingizmi, 3 bu yoqqa ko'payib o'tirar ekan. Shu yerda xatolik yo'q. 3 ko'paytirilgan 39 ga. Buni ochib yuboradigan bo'lsam, er minus kichik er kvadrat plus katta er kichik er plus kichik erning kvadrati teng bo'ladi 39. Mana buning qiymatiga 3 ni qo'yadigan bo'lsam, bizda erning kvadrati plus katta er plus kichik erning kvadrati nima bo'ladi? 23 ga teng bo'lib qoladi. Ana endi mana katta er va kichik erning kvadratlari yig'indisiga mana buni nima qilamiz? 9 plus 2 katta er kichik erni qo'yamiz. Shunda 9 plus 3 ta katta er kichik er hosil bo'ladi. Bu tarafda esa 23. 3 ta katta er kichik erning yig'indisi 23 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 14 ga teng bo'lib, 14 ga teng 9 dan ayiradigan bo'lsak. 23 to'g'ri. Katta er kichik erning qiymati topish uchun bizda mana bu er minus kichik erning devorning qalinligidan foydalanamiz. Erni topa oladigan bo'lsak, 3 plus kichik erga teng. O'rniga qo'yamiz. 3 er ko'paytirilgan 3 plus er teng bo'ladi 14 ga. 3 erning kvadrati plus 9 er minus 14 teng 0 ga. Diskriminantni hisoblaydigan bo'lsak, 81 plus 12 ko'paytirilgan 14 teng nechiga? 14 ni 12 ga ko'paytiramiz 28, 14 168. 168 ga 81 qo'shsak 9, 14 249 mi? To'g'ri, 249. 249 dan chiqmaydi. 3 4 12 12 ko'paygan 14 o'rta plus to'g'ri. Xatolik ketmadi. 9 er plus 3 er kvadrat. Qo'ydim 23 bo'ldi. 4 ga qisqartirganda 15 ning ichida 4 3 marta bor 12 bo'ladi. Ayirsak 36, 36 ichida 4 9 marta bor. Keyin 3 ko'paygan 39 bo'ldi. To'g'ri, bu yoqda 3 ga bo'lib yuborganda 23 bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Keyin katta er va kichik erning yig'indisiga 9 plus katta er, ikkita katta er qo'ydik. Shunda 9 plus 3 er katta er kichik er. Endi 9 bu yoqqa minus qilib o'tiradigan bo'lsak, bu yerda 14 qoladi. 14 qoladi. Endi katta erni qo'yadigan bo'lsak, 3 plus erga teng u, to'g'ri. 3 er 9 er plus 3 er kvadrat minus 14 teng 0. Diskriminant 81 plus 3 4 12 ko'paytirilgan 14. 4 as shu formulaga ko'ra 81 12 ni 14 ga ko'paytirdik va 81 ni qo'shdik.
Demak, buning javobi biroz ikkilantiryapti. Nimagadir qayerdadir xatolik bor yoki men qayerdadir adashyapman. Hozir ko'raylik. Qani 12 ni 14 ga ko'paytiramiz va 81 ni qo'shamiz. 81 ni qo'shsa 249. 249 hech bir sonning kvadrati emasda, ildizdan chiqmay qolyapti. Shuni hisobiga to'g'ri kelmayapti. Kitobning orqasida javobda kichigini 2 deyapti. Kichigini 2 bo'lsa, katta 5 bo'ladi. Yigirma 28 to'g'ri ishlayapmiz. Javobi to'g'ri. 29 ni nimaga 28 ni bir xil ko'lga yechilishi usuli devorning qalinligi 3 ga teng. Devorining hajmi 156 pi ga teng. Devorining qalinligi 3 ga teng. Ichki shar radiusini toping. R-3 katta R 3 va 1 - 2 a kub r kub kichik r kub 4 pi ga qisqartirsak 39 qoldi. 3 ko'paysa 3 ko'paygan 39 bu yoqda 3 qo'yadigan bo'lsak to'g'ri. Bu yoqqa yana tekshirib ko'ryapman. Yana xuddi shunday. Menimcha mana shu misolimizda nimadir kamchiligi bor. Agar qaranglar javob tekshiramiz. Orqasida kichik r ning qiymati 2 deyilgan, katta r ning qiymati 5 bo'ladi. Shunda qaranglar, bu bir katta r ning qiymati 4 pi taqsim 3 ko'paygan r kub bo'lsa 125 bo'ladi. Buni hisobladik. 500 pi taqsim 3 chiqdi. 500 pi taqsim 3 va 2 bo'lsa 4 pi taqsim 3 ko'paytirilgan 8 bo'lib, uning qiymati 32 pi taqsim 3 chiqadi. Kavak sharning hajmini topish uchun katta sharning hajmini kichik sharning hajmini ayirib tashlash kerak. 500 pi dan ayirib tashlayman 32 pi ni, keyin bo'laman 3 ga. Ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda 468 pi bo'lingan 3 qoladi. Bo'ladigan bo'lsak 15 6 pi. To'g'ri keldi. 156 pi chiqdi. To'g'ri keldi. Erting 25. Erting 25 to'g'ri keldi, ammo bu yerda chiqmayapti. Shuni bitta o'chirib tashlaydi. Bitta o'chirib boshqatdan tashlaydi. Oxirgisi shu. Agar chiqara olmasam tashlab ketamiz. Demak, kavak sharning hajmi 156 pi ga teng. 29-misolda. Demak, V1 minus V2 ga teng bo'lar ekan, yana 156 pi ga. Yuqoridagi bilan bir xil. Demak, V1 ni hisoblaydigan bo'lsak, 4 pi taqsim 3 katta r ning kubi minus V2 ni hisoblaydigan bo'lsak, 4 pi taqsim 3 kichik r ning kubiga. Va teng bo'ladi bu yerda 156 pi ga. 4 pi taqsim 3 ni qasdini tashqari chiqarib o'ng tarafga bo'lib o'tiradigan bo'lsak, bizda r ning kubi minus kichik r ning kubi keladi. 4 pilar qisqarib yoradi. Bu yerda 39 qoladi. 3 bu yoqqa ko'paysa 39 ko'paygan 3 ga. Buni ochib yoradigan bo'lsam, r minus kichik r a kub minus b kub formulaga ko'ra r ning kvadrati minus katta r kichik r ning kvadrati teng bo'ladi 39 ko'paytirilgan 3 ga. Bizda devor qalinligi katta r minus kichik r ning qiymati 3 ga teng. Mana bu yerga shuni qo'yib bo'lib o'tiradigan bo'lsak, uchlar nima qiladi? Qisqarib ketadi. Shuning hisobiga r ning kvadrati minus kichik r ning kvadrati minus katta r kichik r ning qiymati 39 bo'ladi. Mana buni teng ikkala taraf kvadratga oshiradigan bo'lsam, r ning kvadrati minus kichik r ning kvadrati minus 2 katta r kichik r ning qiymati 9 bo'ladi. Mana buni topib oladigan bo'lsam, buni bu yoqqa plus qilib o'tirganga teng. Va mana shu ikkalasi o'rniga 9 plus 2 katta r kichik r plus katta r kichik r ni qo'yamiz. Teng 39. Shuni hisobiga 3 ta katta r kichik r ning qiymati 30 ga teng bo'ladi. Katta r kichik r ning ko'paytmasi 10 ga teng bo'ladi. Ayirmasi 3. Demak, bu yerda katta r 5 ekanligini, kichik r 2 ekanligini bilamiz. Ayirsak 3 ni beradi, ko'paytsak 10 ni. Bizdan so'rayapti kichik r ning radiusi mana 2. 30-savol. Asosining radiusi 6 ga, balandligi 3 ga teng bo'lgan konusga tengdosh shar radiusini toping. Tengdosh degani hajmlar teng. V konus hajmi bilan V shar hajmi teng. Demak, V konusning hajmi qanday topiladi? 1/3 pi r kvadrat ko'paytirilgan h.
Demak 1/3 pi radiusi 6 bo'lsa 36 bo'ladi kvadrati, balandligi esa 3 bo'ladi. Demak 3 pi dan qisqarsa sharning hajmi va konusning hajmi 36 pi ga teng. Endi 4/3 pi r ning kubi bu sharning hajmi. Nimaga teng deymiz? 4 dan 4 36 pi ga teng deymiz. Bu yerdan r ning kubi teng bo'ladi. 4 pi ga qisqartirsak bu yerda 9 qolib 27 ga chiqadi. R teng bu yerdan shar radiusi 3 ekanligi ma'lum bo'ladi. Tamom, bizda radius so'ralgan 3. Keyingi savol. Darsda ishlangan ekan. 32-savolga qaraymiz. 32-savolda silindr o'q kesimi kvadratdan iborat. Silindrning o'q kesimi kvadratdan iborat bo'lsa, uning radiusi nima bo'lardi? Mana bitta silindr chizib olaylik. Mana silindrning o'q kesimi kvadratdan iborat bo'lsa, uning radiusi asosining radiusi yoki asosining diametri radius ya'ni ikkita h ning o'zi ikkita r ga diametrga teng bo'ladi. Kvadrat bo'lsa o'q kesimi. Mana bu shakl kvadrat bo'lsa. Endi radiusi bu silindrning balandligiga teng bo'lgan shar hajmini radiusi bu silindr, ya'ni r sharning radiusi bu silindrning balandligiga teng. Yokida ikkita r ga teng desak bo'ladi. Ikkita r silindrning radiusiga. Tushunarli bo'ldimi? Bitta sharning radiusi silindrning balandligiga teng deyapti. Endi silindr hajmiga nisbatini toping. Demak, v shar hajmining v silindr hajmiga nisbatini topish kerak. 4/3 pi r sharning kubi bo'lingan pi r kvadrat ko'paytirilgan h ga. Bu yerda pi lar qisqarishi aniq. 4/3 mahrajda. Demak, yuqorida r sharning kubi mana h ning o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 bilan 4 qisqarib bu yerda 2 qolsin. Shunda s bu silindr radiusining kubi nisbati. Bizda bitta sharning qiymati ikkita radiusning nimasiga teng? Kubini hisoblaydigan bo'lsak, 2/3 ko'paytirilgan mana buni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, kubi bilan 8rs ning kubi bo'lingan rs ning kubi bo'ladi. Rs ning kubidan qisqaradigan bo'lsa 16/3 chiqadi. Mana javob nisbat 16/3. 30-misolda silindr o'q kesimi kvadratdan iborat. Yana boyagidek h teng bo'ladi ikkita r silindrning radiusiga. Radiusi bu silindr asosining radiusiga teng bo'lgan. Radiusi bu silindr asosining radiusiga teng bo'lgan. Demak, r sharning radiusi bu silindrning asosining radiusiga teng bo'lsa, r s bir xil deyapti. Bu yerda nisbatni toping desa qanday bo'ladi? Qarang. V shar hajmining v silindr hajmiga nisbati 4/3 pi r ning kubi r deb ketaylik, ikkalasidan bir xil ku. Mahrajda pi r ning kvadrati ko'paytirilgan h ga esa ikkita r ni yozib ketamiz. Shuning hisobiga pi lar qisqaradi, 2/3 qoladi va r kublar ham bir-biriga qisqaradi. Javob 2/3 bo'lib qoladi. 34. Konus o'q kesimi muntazam uchburchakdan iborat. Endi konus berilgan bo'lsa, konusning o'q kesimi muntazam uchburchak bo'lgani uchun mana shu shaklda bo'ladi. Ya'ni barcha tomoni bir-biriga teng bo'ladi. O'q kesimi muntazam uchburchakdan iborat. Konus asosining yuzi shar sirti yuziga teng. Demak, konus asosining yuzi shar sirti yuziga teng ekan. Mana bu markazni radiusni qiladigan bo'lsak, buni kichik r deb olaylik, mayli. Pi kichik r ning kvadrati shar sirti yuziga teng ekan. Ya'ni 4pi katta r kvadratga teng ekan. Bu shar sirti. Pi lar qisqaradigan bo'lsa, kichik r ning qiymati 2ta r. Ya'ni bitta konusning radiusi ikkita shar radiusiga teng bo'lib qoldi mana bu yerda.
Endi shuning hisobiga konus hajmi demak v konusning v shariga nisbati qanday bo'ladi desa 1/3 pi r ning kvadrati ko'paytirilgan h balandlik taqsim 4/3 pi ko'paytirilgan r ning kubiga. Biz mana bu yerdan h ni topib olish kerak. Biz h ning qiymatini bilamiz. R ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Muntazam uchburchakning balandligi formulasiga ko'ra. Shuni qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu yerda 3 bilan qisqartirib yuboraylik. R ning kvadrati ko'paytirilgan r ildiz ostida 3 mahrajda r ning kubiga. Demak, ildiz ostida 3 kichik r ning kubi bo'lingan katta r ning kubi qoldi. Biz bilamiz, kichik r ning qiymati 2 ta r ga teng. O'rni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 8 ildiz ostida 3 katta r ning kubi bo'lingan katta r ning kubi. Bular qisqaradigan bo'lsa, javob 8 ildiz ostida 3 ga tengligi kelib chiqadi. Bu 34-misol edi. Demak, 34-misolda javob 2 ildiz ostida 3 deyilgan, bizda 8 ildiz ostida 3 chiqdi. Qayerdadir xatolik ketdi menimcha. Mahrajning 4 qani? To'g'ri, mana bu mahrajning 4 yo'qolib ketdi. Bu yerda 4lar bor. Shuning hisobiga 4 ga bo'lib beradigan bo'lsak, 2 ildiz ostida 3 chiqadi. Mana javob. 35-savol. 35-savolda konus o'kkesi muntazam boyagidek muntazam uchburchakdan iborat. Radiusi ushbu konus balandligiga teng. Endi r sharning radiusi konus balandligi h ga teng yokida ildiz ostida 3 konusning radiusiga teng desak bo'ladi. Shar hajmining konus hajmiga nisbati. Demak, endi v sharning v konusga nisbati so'ralyapti. Demak, v sharning hajmi 4/3 pi r kub 1/3 pi r kvadrat ko'paytirilgan h ning o'rniga ildiz ostida 3 r ni qo'yib yuboramiz. Ko'paytirilgan r sharni ildiz ostida 3 qo'ydik. Bu yerda 3 pilar qisqaradi. Yuqorida 4 r ning kubi qoldi. Mahrajda esa ildiz ostida 3 kichik r ning kubi qoldi. Bitta sharning radiusi ildiz ostida 3 r ning qiymatiga teng bo'lsa, kubini hisoblaydigan bo'lsak, bizda 4 ko'paytirilgan 3 ildiz ostida 3 r ning kubi bo'lingan ildiz ostida 3 r ning kubiga teng. Bu yerda mana buni qisqartiradigan bo'lsak, bizda javob necha chiqadi? 12 chiqadi. To'g'ri. 36-savolga qaraymiz. 36-savolda shar tomoni 12 ga teng bo'lgan muntazam uchburchakning tomonlariga urinadi. Ya'ni muntazam uchburchakka aylana ichkisildi deb qaraydigan bo'lsak ham bo'lar ekanmiz. Mana bu muntazam uchburchakka aylana ichkisildi. Mana bu nuqtalarda urindi. Tomoni 12 ga teng. Bu shar radiusi bo'lsin. R shar radiusi shunda uchburchakka ichkisilga aylana radiusiga teng bo'lib, formulasi qanday edi? A taqsim 2 ildiz ostida 3 edi. Shunga ko'ra 12 taqsim 2 ildiz ostida 3 bo'ladi. 6 taqsim ildiz ostida 3 bo'ladi. Suratda mahraj ildiz ostida 3 ko'paytiradigan bo'lsa, 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Bu sharning radiusi. Uchburchak shar markazidan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofalar, to'xtanglar, biroz xatolikka yo'l qo'yildik. Chunki oxirigacha o'qilmadi. Demak, oxirigacha o'qiganda boshqacha shaklga o'zgarib ketdi. Mana bitta sharni olaylik. Uchburchak o'rnida esa mana bu ko'rinishda o'rnadi. Ya'ni mana bu yerdagi hosil bo'lgan shakl bu uchburchak, ya'ni sharning ustiga uchburchak kiydirib qo'yganga o'xshaydi. Yuqorisidan tasavvur qilinglar. Mana markazi pastda bo'ladi. Xuddiki mana bu silindrga yuqoridan aylana pastga qarab tushirgandek. Endi mana sharga yuqoridan uchburchak tushiryapsizlar. O'rtasi kiradi-ku, yuqoridan chiqadi mana qandaydir qismi chiqib qoladi, to'g'rimi? Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi mana shu ko'rinishda bo'lishini tasavvur qilib oladigan bo'lsak, biz misolni shar tomoni 12 ga teng bo'lgan muntazam uchburchakning tomonlariga urinadi. Shar markazidan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa. Endi qaranglar, boyagi uchburchakning shar tekisligiga kiydirilishini tasavvur qilgan bo'lsak, u
mana shu uchburchakning yuzasini hozir qilib yuboradigan bo'lsak, kesim yuza paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi kesim yuza bilan bir xil bo'ladi. Mana shu kesim yuza boyagi uchburchak yuzalarining bitta qismi. Mana yuzasi. Shuni tasavvur qilinglar. Chunki mana shunga urinib turibdi uchburchak. Mana shunga urinib turibdi uchburchak. Mana bu ko'rinishda. Mana shu ko'rinishda urinib turibdi. Biroz o'xshatish qiyin bunaqa misollarni, lekin tasavvur qilsak bo'ladi. Ana endi mana bu kesim yuzasi R bo'lsin, mana bu markazigacha bo'lgan masofa, bu esa sharning radiusi bo'ladi. Endi shar tomoni 12 ga teng bo'lgandan keyin mana kichik R muntazam uchburchakka ichkisilga aylana markazi bo'ladi. Mana ichkisiga aylana mana bo'yalgan soha yuzasi. Demak, mana shu kichik R. Kichik R'ni topish uchun A taqsim 2 ildiz ostida 3 formuladan foydalanamiz. Tomoni 12 bo'lgandan keyin 2 ildiz ostida 3 ni hisoblaydigan bo'lsak, bizdan boya 2 ildiz ostida 3 chiqdimi? To'g'ri, 2 ildiz ostida 3 chiqdi. Kichik R 2 ildiz ostida 3 ga teng. Endi shar markazidan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofani x deydigan bo'lsak, x ning qiymati 2 ildiz ostida 13 ga teng ekan. Shar radiusini topish kerak. Sharning radiusi Pifagordan keladi. X ning kvadratiga kichik r ning kvadratini qo'shsak tamom. Bu yerda 4 ko'paytirilgan 13 ga qo'shamiz. 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 ning kvadrati 12 ga teng. Demak, 3 4 12, 52 plus 12 qo'shadigan bo'lsak 64. Bu yerdan katta yerning qiymati 8 ekanligi kelib chiqadi. 36 tamom. 37-savolga qaraymiz. Shar kvadratining tomonlariga urinadi. Endi yuqoridagi shakl uchburchak mana bu sharda bu yerdan hosil bo'lgan yuza bu kvadratga chisilgan aylana bo'ladi. Mana bu kvadrat deb oladigan bo'lsak, shu kvadratga chisilgan aylana bo'ladi. Demak, mana bu markazdan bu yergacha bo'lgan masofa kichik r, bu ham kichik r. Bu yuqoriga ham kichik r. Ya'ni ikkita r kvadratning tomoniga teng. Shar kvadrat tomonidan urinadi, kvadratning tomoni 10 ga teng bo'lsa, bu yerda kichik r ning qiymati 5 ekanligi ma'lum bo'ladi. Endi mana bu yerdan shar markazigacha bo'lgan masofa, bu esa sharning radiusi. Shar markazidan kvadrat x-gacha bo'lgan masofa 2 ildiz ostida 6 ekan. Bu yerda burchak 90 gradus. R ni topish uchun nima qilish kerak? Pifagor 2 ildiz ostida 6 ning kvadrati 4 ko'paygan 24 plus kichik r ning kvadrati 25. Qo'shadigan bo'lsa 49. Bu yerdan katta r ning qiymati, ya'ni sharning radiusi 7 ekanligi kelib chiqadi. 38-misolda shar rombning tomonlariga urinadi. Rombning perimetri 48 ga teng. Demak, bilamiz, romb 4a ga teng, perimetri 4a ga teng, ya'ni 48 ga teng bo'lsa, a ning qiymati shu yerdan 12 chiqadi. Endi boyagi 4 kvadratni o'rniga nima qilamiz? Romb bor tasavvur qilamiz. Rombni, demak, bu yerda hosil qilgan uchburchak yuzasi endi qanday bo'ladi? Rombga chisilgan aylana bo'ladi. Demak, rombga chisilgan bo'lsa, mana bitta shart chizib olaylik bu yerga. Endi romb chizib olsak ham bo'ladi. Bemalol. Endi shuni tasavvur qilasizlar. Biroz o'xshatishga harakat qildim men ham. Demak, mana bu rombga chisilgan shar radius, ya'ni mana bu yerdagi radius bilan bir xil. Endi markazgacha bo'lgan masofa va mana bu shar radius. Endi mana tomoni 12 ga teng bo'lsa, rombning uning radiusini topish kerak. Uning radiusi 90 gradus bo'lsa, mana bu 90 gradus bo'lsa, nima bo'ladi? Tomoniga tushgan balandlik bo'ladimi? Xo'sh, rombda nima qilib bizda S rombning yuzasidan kelib chiqadimi yoki boshqa formuladan kelib chiqarsak ham bo'ladimi? Mana bu yerdan diagonal tushiramiz, bu yerdan diagonal tushiramiz. Demak, mana bu kichik r.
Shunda bu yerda kichik yer 12 ga teng, 90 gradus. O'tkir burchak berilgan ekan. Mana bu burchagi umumiy burchak 30 gradus bo'lsa, mana bu yerdagi burchak 60 gradusdan bo'lsa, bu yoq 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshi deyotgan karta gipoz yarmiga teng, ya'ni mana bu 6 bo'ladi. Endi 6 bo'ladi. Mana bu esa 3, 6 dizosida 3 bo'ladi. Shunga ko'ra radius esa 3 dizosida 3 ga. Demak, kichik yerning qiymati 3 dizosida 3 ga teng bo'ladi. Boyagi 90 gradusda 30 gradus qarshi deyotgan karta gipoz yarmiga teng degan xususiyatga ko'ra. Ana endi biz kichik yerning qiymatini topdik. Agar shar markazidan rom tekisligacha bo'lgan masofa mana bu 6 dizosida 2 bo'lsa, yerning qiymati bor, radiusning qiymati bor, tamom. Demak, yerning kvadrati teng bo'ladi 6 dizosida 2 ning kvadrati 72, kichik yerning kvadrati esa 27. Qo'shadigan bo'lsak 9, 99. Yer teng bo'ladi 3 ildiz ostida 11 ga. Shar radiusini toping. 3 ildiz ostida 11. Yo'q, chiqmadi. Javobga to'g'ri kelmadi. 38-da 9 chiqqan. Demak, bizda 9 chiqmadi. Demak, qayerda adashdim? 36, 72 bo'ladi, to'g'ri. 48 ga teng bo'lsa 12, to'g'ri perimetri. Endi mana bu yerda rombni o'xshatib olaylik. 30 gradusga teng. O'tkir burchak 30 gradus. Shunda o'tmas burchagi 60 gradus bo'ladi. Bu ham 60 bo'ladi. Yo'q. 30 gradus bo'lsa 60 bo'lmaydi. Mana shu yerda xatolik ketdi. Bu yerdan o'tkazadigan bo'lsak, bu 75 gradus bo'ladi. Bu tomoni 75 gradus bo'ladi. Markazdan bungacha bo'lgan masofa radius topish kerak. 90 gradus. Bu taraf 15 gradus. Ya'ni qanday bo'ladi? To'g'ri burchakli uchburchak chizib olaylik bitta. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda mana bu boya kichik yer. Kichik yer, mana shu kichik yer. Bu burchak 15 gradus bo'lyapti, busi 75 gradusga teng bo'lyapti. Bizda so'ralayotgan qiymat bu 90 gradus bo'lganda mana bu 12 mi? Bitta xossa bor edi. Agar to'g'ri burchakli uchburchakda burchaklar 15 va 75 bo'lsa, to'g'ri burchakda uchta tushgan balandlik mana bu asosiydan 4 marta kichik, ya'ni mana 4h bo'ladi. Shunga ko'ra 12 4 erga teng bo'lib, bu yerdan erning qiymati 3 chiqadi. Erning qiymati 3 chiqadigan bo'lsa, bizda erning kvadrati teng bo'ladi 72 plus 9 ga. Erning kvadrati teng bo'ladi 81 ga, er teng bo'ladi mana shu yerdan 9 ga. Mana bu formulasi aniq bor. Isbot ham kelib chiqadi. Nimadan? Bu burchaklardan, tangens, katangenslardan kelib chiqadi. Buni o'zim ham keltirganman. Bizning planometr darslarimizda ham mavjud boyagi. Planometr darslari esa sizga taqdim qilingan. Shundan ko'rsangiz bo'ladi uchburchakdan, to'g'ri burchakli uchburchak mavzusidan. 39-misolga o'tamiz. 39-misolda shar tashqarisidagi A nuqtadan sharga AB urinma o'tkazilgan. A nuqtadan shargacha bo'lgan eng qisqa masofa 6 ga teng. Demak, bitta shar chizib olamiz. Demak, shar chizib olindi. Endi shar tashqarisidan bir nuqtadan mana urinma o'tkazildik. A nuqtadan shargacha bo'lgan eng qisqa masofa bu shar tomonigacha bo'lgan masofa bo'ladi. Bu yerda markazidan urinmagacha bo'lgan masofa radius. Bu radius. Mana bu A nuqta deb olaylik. Mana bu urinmani B nuqta deb olaylik. Bu esa O nuqta, mana tutashgan sim. Eng qisqa masofa A nuqtadan shargacha bo'lgan eng qisqa masofa 6 ga teng desa, A kesmaning uzunligi 6 bo'ladi. Mana shu eng qisqasi bo'ladi, 6. Endi mana bu yerda urinma bo'lganda 90 gradus ostida urinadi bilamiz.
Mana bu radius bo'ladi. AB ning uzunligi 18. Bitta Pifagor 18 ning kvadratiga r ning kvadratini qo'shganim r plus 6 ning qavsda kvadratiga teng. 324 plus r ning kvadrati teng bo'ladi. R ning kvadrati plus 12r plus 36 ga. R ning kvadratlar qisqaradigan bo'lsa, 12r ning qiymati 36 bu yoqqa minus qilib o'tiradigan bo'lsak, bizda 288 ga teng bo'ladi. R ning qiymati esa 24 ga teng chiqadi. Bizda shar radiusini toping. Mana 24. Bu 39 tekshiramiz, to'g'ri. 40-savol. Shar tashqarisidagi A nuqtadan sharga AB, demak bu ham xuddi shunaqa ko'rinishda yechiladi. Mana bitta shar tashqarisidan A nuqtadan olindi. Endi A nuqtadan shargacha bo'lgan eng qisqa masofa xuddi o'zi ekan. Mana radius. Belgilasak, mana A nuqta, mana B nuqta, masofa 20. Bu radius, bu ham radius, eng qisqa masofa 8. Endi 20 ning kvadratiga qo'shamiz r ning kvadratini, bu teng bo'ladi 8 plus r ning qavsda kvadratiga. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 400 plus r ning kvadratlar qisqarib ketadi. Bu yoqda 16r plus 64 qoladi. 16r ning qiymati 400 bo'lsa 336 ga qo'shsak 400 beradi. R ning qiymati teng bo'ladi 336 ni bo'lamiz 16 ga. 21 chiqadi. Mana shar radiusi 21. Bu 40-savol edi. 41-savolga o'tamiz. Shar tashqarisida A nuqtadan shargacha bo'lgan eng qisqa masofa. Yana xuddi shunaqa ko'rinishda chizib olamiz. Mana A nuqtadan shar tashqarisiga A o'rim o'tkazildi. Endi A nuqtadan shargacha bo'lgan eng uzoq masofa esa mana bu bo'ladi. Mana oxirgi tomonigacha bo'ladi. Markazdan o'tadi bu ham. Bu yerda radius bo'ladi, markazdan o'tadi. 90 gradus. Endi mana A bu masofa 16 ga teng. A nuqtadan shargacha bo'lgan eng uzoq masofa 32 ga teng. Ya'ni mana bu radius, bu ham radius. Mana x bo'lsa, ikkita radiusga x ni qo'shganim 32 ga teng bo'ladi. Endi bizdan so'rayapti, shar radiusini toping deyapti. Bizda bitta xossa bor edi. Agar aylanada bitta urinma va kesuvchi o'tkazilsa, mana n, mana a va b bo'lsa, n ning kvadrati a ko'paytirilgan a plus b ga teng edi. Mana shu xossaga ko'ra 16 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 2 plus 2r ga teng. Demak, bu yerda x plus 2r ning qiymati 32, x ni topadigan bo'lsak, necha chiqadi? 256 ni 32 ga bo'lganga teng bo'ladi. 256 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 8 chiqadi qiymat. X ning qiymati 8 bo'lsa, mana bu yerga 8 qo'yamiz. Shunda 2 radiusning qiymati 32 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak, 16 mi? 16 radius teng necha chiqadi? Shu yerdan 8 chiqadi. Demak, kichik radius, katta radius ham 8 chiqar ekan. Bu 41-misol tekshiramiz. 12 chiqqani yo'q. Bu yerda xatolik ketdi. Demak, 32 dan 8 ni ayirganda xatolik ketdi. Menimcha to'g'ri, 24 bo'ladi ayirganda, 16 emas. Bu yerda r teng bo'ladi 12. Ana endi to'g'ri bo'ldi. 42-savol. Yarim shar hajmi 144 ga teng bo'lsa, to'lasi sirtini topish kerak. Demak, yarim shar hajmi va to'la shar hajmi 2 ga bo'lganga teng, ya'ni 4 pi taqsim 3 pi r kubni 2 ga bo'lib yoradigan bo'lsak, yarim shar hajmi kelib chiqadi. Bu yerda 2 pi bo'lingan 3 r kub keladi. Kvadrat emas. R ning kubi keladi. Shuning hajmi 144 pi ga teng bo'lsa, bizdan shu yerdan r ni topib olish kerak. 2 pi ga qisqartiradigan bo'lsak 72 qoladi. R ning kubi esa 216. R teng chiqadi 6 ga. Endi s to'la sirti 4 pi r kvadratga teng bo'lsa, 36 ni 4 pi ga ko'paytirib qo'ya qolamiz. Demak, 6 4 24, 3 4 12, 144 pi ekan. To'la sirti. Adashmadimmi? 42-savol 108 chiqqan. Demak, 6 4 bizda to'lasi, yarim sharning uzr. Qarang. Yarim sharning to'lasi sirti. Yarim sharning to'lasi sirti nimaga teng desa, s sfera sirtining yarmi plus s asos yuzasi.
Ya'ni 4pi r kvadratini 2 ga bo'laman va asosiy yuzasi pi r kvadratini ham qo'shib qo'yaman. Shunda hisoblaydigan bo'lsak, 2pi ko'paytirilgan 36 plus 36pi bo'ladi. Jami 3 ko'paytirilgan 36pi bo'ladi. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak, javob 108pi ga teng bo'ladi. Mana endi to'g'ri bo'ldi. 43-savol darsda ishlangan ekan. 44-savol. 44-savolda yarim shar shaklida metalning hajmi berilgan. Boyagida yarim shar bo'lsa 2 bo'lsak, 2pi taqsim 3 r kub bo'ladi. Bu 128pi bo'lingan 3 ga teng. Shular qisqaradi. 2pi ga qisqartirsak, bu yerda 64 qoladi. R teng chiqadi 4. Endi uning to'la sirtini yuzini toping desa, boyagiday. S to'la sirti 2 yarim sferani yarim bo'lgani uchun 2pi r kvadrat bo'lsin. 4pi r kvadrat 2 ga bo'lib yubordim. Keyin plus pi r kvadrat. Ya'ni yarim sharning to'la sirti deylik 3pi r kvadratga teng deb olib kelsak bo'ladi bundan keyin. Demak, 3pi ko'paytirilgan radiusning kvadrati 16, ko'paytiradigan bo'lsak 48pi chiqadi. 45-savol. Muzqaymoq berilgan. Demak, muzqaymoq ikki qismdan tashkil topgan konus va yarim shar. Agar AO 8 bo'lsa, OB 3 bo'lsa, muzqaymoq hajmini toping. Demak, muzqaymoq hajmi bo'lsa, bu yarim sharning radiusi 3 ekan. Yarim sharning hajmini topish bu 2pi taqsim 3 r kubga teng. Demak, shuni qo'yadigan bo'lsak, necha chiqadi? 27, 9, 18pi chiqadi. Yarim sharning hajmi bu. Endi konusning hajmi nima bo'ladi desa, v konusning hajmi bu shar bo'lsin. 1 taqsim 3 pi r kvadrat, r kvadrat radiusi 3 bo'lgani uchun 9, balandlik 8 ko'paytiramiz. Shunda qisqarsa 3, 24pi chiqar ekan. 24. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda muzqaymoqning hajmi hosil bo'ladi. Ya'ni qo'shib pi ga ko'paytirib qo'yadi. 30, 42pi bo'lar ekan jami hajmi. 46-savol. 46-savol. Muzqaymoq asoslari umumiy bo'lgan konus va uning ustidagi yarim shardan tashkil topadi. Agar konus balandligi 10 ga teng, yarim shar radiusi 3 ga teng. Demak, boyagiday va shar hajmi yarim bo'lgani uchun 2pi taqsim 3 r kub bo'ladi. Radius 3 ga teng deyapti. Shunda shuni qo'yadigan bo'lsak, 18pi chiqadi. Endi va konusning hajmi 1 taqsim 3 pi asosi 9, balandligi 10. Ko'paytiradigan bo'lsak, 30pi chiqadi. Ikkalasini qo'shib yoradigan bo'lsak, umumiy hajm 48pi ekanligi hosil bo'ladi. 47-savol. 47-savolda quyidagi shaklni x o'qi atrofida 360 gradus aylantirishda hosil bo'ladi. Demak, x o'qi atrofida 360 gradus aylantiradigan bo'lsak, bu yerda boyagi muzqaymoqqa o'xshagan shakl paydo bo'ladi. Ya'ni yuqorida yarim shar, pastda konus. Demak, mana bu yarim sharning radiusi necha bo'ladi desa, 0 dan 4 gacha 4 ga teng bo'ladi. Konusning balandligi 0 dan 2, 4, 6, 8. Mana bu 8 ga teng bo'lar ekan. Demak, jismning hajmini topish kerak. V hajm, yarim sharning hajmi 2pi taqsim 3 r ning kubi, ya'ni 4 ning kubi 10, 64 plus konusning hajmi 1 taqsim 3 pi r ning kvadrati 16, ko'paytirilgan balandlik 8. Shuning hisobiga ishlaydigan bo'lsak, hisob-kitobni qilib oladigan bo'lsak, bizda 47-savolda necha chiqar ekan? 1 taqsim 3 pi r 16 ko'paytirilgan balandlik 8. 1 taqsim 3 qarshisidan tashqari chiqaradigan bo'lsam, 128pi plus 8 48 128pi qo'shadigan bo'lsak, 256pi bo'lingan 3. Bu yerda 3 ga bo'linmay qoldi. Demak, qayerdadir xato ketdik. Mana bu 2, bu 4, bu 6. Uzr. Bu radius 6 ekan. Balandlik 8. Endi topsak bo'ladi. V teng 2pi taqsim 3 r kub. 6 ning kubi 216 ga teng plus 1 taqsim 3 konusning hajmi. 1 taqsim 3 pi r kvadrat 36, balandlik 8. Hisoblaydigan bo'lsak, endi bu bilan qisqarsa bu yerda 72 qoladi. 72 2 ga ko'paytirsak 144pi plus bu bilan qisqarsa 12 qoladi. 12 ni 8 ga ko'paytirsak 96pi. Qo'shadigan bo'lsak 10
14 2 240 piga teng bo'lar ekan. 48-savol. Ham xuddi shunday. Demak, mana bu radius 6, balandlik ham 6 ekan. 0,246. Endi boya 0,246 8 edi. Endi 0,246. Demak, yana hajm, bu hajm teng bo'ladi. Yarim sharning hajmi 2 pi taqsim 3 r kub, ya'ni 216 plus 1 taqsim 3 konusning hajmi pi r kvadrat 36, balandlik 6. Demak, 216 pi bo'lingan 3. Shundan jami 3 tami. Shunda javob 216 pi bo'ladi. Tamom. Hisoblaydigan bo'lsak 216 pi ga teng. 49. Demak, 49-da yarim shar shaklidagi metal bo'lagidan eng katta hajmli boshqa bir metal bo'lagi ajratib olindi. Agar ajratib olingan bo'lakning hajmi 32 pi bo'lingan 3 ga teng bo'lsa, qolgan bo'lakning hajmini toping. Demak, mana bu boshqa bo'lak degani yarim shardan yana bitta kichik sharcha nima qilgan, ajratib olingan. Ya'ni kichik sharchaning radiusini kichigir deydigan bo'lsak, bu ikkala radiusi katta sharning radiusini beradi. Ya'ni ikkita kichigir katta sharning radiusiga teng deb olamiz. Endi bizda kichik sharning hajmi berilgan 4 pi taqsim 3 kichik rning kubi teng ekan 32 pi bo'lingan 3 ga. Bu yerda bular qisqaradigan bo'lsa 8 qolib, kichik rning qiymati necha chiqadi? 2 chiqadi. Shunda katta rning qiymati ikkita kichik rga teng bo'lgani uchun 4 chiqadi. Endi bizga qolgan bo'lakning hajmini topish kerak. Yarim sharning hajmini topib olaylik, kattasiniki. 2 pi taqsim 3 katta r kub. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 64 128 pi bo'lingan 3 ga teng ekan. Endi qolgan sharning hajmini topish uchun v katta sharning hajmidan v kichik metalchaning hajmini olib tashlash kerak. Ya'ni 128 pi bo'lingan 3 dan kichik metalchaning hajmi 32 pi bo'lingan 3 dan olib tashlaymiz. Shunda qolgani qoladi. Demak, 32 ni olib tashlaydigan bo'lsak, 6 96 pi bo'lingan 3 ga bo'lib beradigan bo'lsak, 32 pi ga teng bo'lar ekan qolgan hajm. 50-savol. 50-savol, yarim shar shaklidagi metal bo'lagidan eng katta hajm shar shaklidagi boshqa bir metal bo'lagi ajratib olindi. Agar ajratib olingan bo'lak boyagidek 4 pi taqsim 3 kichik rning kubi teng ekan yana 36 pi ga. Bu yerda buni qisqartiradigan bo'lsa 9 qoladi, r teng bo'ladi 3 ga. Katta r esa ikkita kichik rga teng bo'lib, qiymati 6 bo'ladi. Qolgan bo'lakni hajmini topish uchun yana shunday kattadan kichikni olib tashlaymiz. Ya'ni 4 pi taqsim 3 katta rning kubi 216, shuni olib tashlashimiz kerak kichik rning hajmini, ya'ni 36 pi ni. Buni qisqartiradigan bo'lsak 72 288 pi dan 36 pi ni olib tashlayman. Shunda 4 taqsim 3 bo'lsa 72, 4 yarim shar, uzr. Mana bu 4 emas, bu 2 bo'ladi. Bu yerda 2 bo'lgandan keyin 280 144 bo'ladi. 144 pi dan 36 ni ayiradigan bo'lsak, 108 pi qoladi. Mana javob. 51-savol. Demak, 51-savolda yarim shar shaklidagi metal bo'lagining eng katta hajmli, bu ham xuddi shunday. Endi bu yerda qolgan bo'lakning hajmi berilgan. Qolgan bo'lakning hajmi 600 pi ga teng. Shuni bilib olsak bo'ldi. Ya'ni 2 pi taqsim 3 katta rning kubidan 4 pi taqsim 3 kichik rning kubini ayirganda 600 pi chiqar ekan. Bizda katta rning kichik 2 rga tengligi ma'lum. Bizdan so'rayapti, ajratib olingan bo'lakning hajmini toping. Ya'ni kichik rni so'rayapti. Shuning uchun katta rning o'rniga kichik rni qo'yamiz. Shunda 2 pi taqsim 3 ko'paytirilgan 8 rning kubi minus 4 pi taqsim 3 kichik rning kubi teng bo'ladi 600 pi ga. Kichik rning kubini tashqari chiqarsin, 16 pi minus 4 pi bo'lingan 3 teng bo'ladi 600 pi ga. Rning kubi teng bo'ladi 16 dan 12 bo'lsa 4 pi teng bo'ladi 600 pi ga. Rning kubi teng bo'ladi 125 ga adashmasam. R teng bo'ladi bu yerdan 5 ga. Mana javob. 52-savol.
Demak, 52-savolda radius 6 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Tekislik bilan kesildi. Mana bu 6 bo'lsa, bu qismi 3 bo'ladi. 6 bu 3 bo'lsa, mana bu tekislikning radiusi 3 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Pifagorga ko'ra. Endi bizda aytadi, hosil bo'lgan segmentning hajmi. Mana yuqorisining hajmini so'rayapti. Demak, segment hajmini qanday formulani topar edik? V segment hajmi teng edi pi ko'paytirilgan balandlik taqsim 6 qavs ichida 3r kvadrat plus h kvadratga. Ana endi mana shu formulaga ko'ra hisob-kitob qiladigan bo'lsak, h ning qiymati 3 ga teng, ya'ni mana bu qismi h deyiladi. Kichik r esa mana bu ildiz ostida 3 ildiz ostida 3 ga teng. Uni topdik. Demak, h ning qiymati 3 bo'lsa, pi bo'lingan 2 bo'ladi. Maqojdagi 6 bilan qisqarib, bu yoqda n ning kvadrati 27, 3 ga ko'paysa 81 bo'ladi. Shuning kvadrati 9 bo'ladi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, bizda 90 pi bo'lingan 2 yokida 45 pi ga teng bo'lar ekan segmentning hajmi. Demak, bu 52-savolning yechimi edi, to'g'ri. 53-savol, radius 8 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Hosil bo'lgan segmentning balandligi 6 ga teng bo'lsa, uning hajmini toping. Demak, boyagidek, mana balandlik, mana segmentning radiusi, mana bu esa shar radius. Radius 8 ga teng bo'ldi, balandlik 6 ga teng bo'ldi. Demak, radius 8 bo'lsa, mana bu tekislikdan markazgacha o'rnalmasi 2 bo'ladi. Mana bu kesimning radiusi esa necha bo'ladi? R ning kvadrati teng bo'ladi 64 ning kvadratidan 2 ning kvadrati 4 ayirib tashlangan. Demak, bu yerda 60 chiqadi. R ning kvadrati 60 chiqadi. Xo'sh, R ning kvadrati 60 chiqsa, hajm topish uchun bu pi ko'paytirilgan h taqsim 6 3r ning kvadrati plus h ning kvadratidan foydalanamiz. Demak, balandlik radius 8 ga teng shar tekislik bilan endi hozir qolgan segment. Demak, balandlik 6 ekanligi aytilgan. Mana bu masofa. Demak, 6 bilan qisqarsa pi qoladi. 3r kvadrat 180 bo'ladi. R kvadrat 60 qo'yadigan bo'lsak, balandlik 6 bo'lsa, kvadrat 36. Qo'shadigan bo'lsak, bizda 216 pi chiqadi. Mana javob. 54-savol darsda ishlangan ekan. Yaxshi, 55-savolga qaraymiz. 55-savolda radius 4 ga teng bo'lgan shardan balandlik 2 ga teng bo'lgan sektor olingan. Demak, sektor degani mana bu rasm. Qaranglar, mana bu yerda sektor. Boyaga o'yib olganimizga o'xshaydi. Muzqaymoqni qoshiq bilan o'yib olganimizga o'xshaydi. Qanday? Mana yuqorisi o'xshagan mana bunday shakl paydo chiqadi. Sektor shu. Shuning hajmi. Endi mana bu v sektorning hajmi mana bu formuladan topilar ekan. Yozib qo'ydik. V sektor 2 pi taqsim 3 r kvadrat ko'paytirilgan h. R esa sharning radiusi. Demak, radius 4 ga teng bo'lgan shardan balandlik 2 ga teng, ya'ni balandligi 2 ga teng bo'lgan. Hajm bu teng bo'ldi 2 pi taqsim 3 r ko'paytirilgan h ga. Shunga ko'ra 2 pi taqsim 3 radiusning kvadrati 16, balandlik 2. Hisoblaydigan bo'lsak, bizda 64 pi bo'lingan 3 chiqar ekan. Sektor hajmi. Keyingi savol. 56. Radius 17 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Hosil bo'lgan kesim yuzasi 225 pi ga teng. Demak, mana bu 225 pi bo'lsa, bu 15 ga teng bo'ladi. Nimasi? Radiusi, ya'ni pi r kvadrat teng bo'ladi 225 pi ga. Pi bilan qisqarsa r teng bo'ladi 15 ga. Shuning hisobiga 15 deyapman. Ana endi 15 deyapman. Bundan bungacha bo'lgan masofa 17. 17 bu 15 bo'lsa, bu necha bo'lardi? 225 ga nechini qo'shsak 289 bo'lardi. 225 ga nechini qo'shsak 289. Demak 64 mi? To'g'ri, 64. Demak, mana bu 8 bo'ladi shunda. Bu 8 bo'lsa, yuqorisiga necha qoladi? 9 qoladi. Ya'ni mana bu sharning radiusi 3 ekanda, 9 qolsa yuqorida. Kichik sharning radiusi. Adashmadimmi? 225 ga qo'shamiz. 64 ni 289, to'g'ri, 60. 8, 15, 17 bo'ladi. Pifagorga ko'ra mana 90 gradus ko'p. Endi shunga ko'ra segmentga chizilgan shar radiusini toping. Mana shar radiusi 3 chiqdi. Tamom.
Buni R1 3 deb qo'ya qolaylik, tamom. R1 3. 56 bizda javob 4,5. 4,5. Qaydadir boshqatdan ko'raylik. Hosil bo'lgan kesim yuzi 225 piga teng. Hosil bo'lgan kichik segmentga ichkisilgan shar radiusini toping. Demak, radius 17 bo'lsa, 17 ni kvadrat 15 ni kvadrat 8 qoladi. 8 bo'lsa, yuqorida 9 qoladi. 9 ning yarmi 3 emas-ku, to'g'ri-ku. Demak, bu masofaga 9 qoladi. Bu esa 2 ta R1 ga teng. 2 ta R1 ning qiymati 9 bo'lsa, bitta R1 ning qiymati 4,5 chiqadi. To'g'ri ishlagan ekanman, faqat 2 ga bo'lganda xatolikka yo'l qo'yibman. Demak, 57-savolga qaraymiz. Radius 15 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Hosil bo'lgan segmentlardan kattasiga ichkisilgan shar radiusini toping. Yuqoriga o'xshaydi. Yuqoridagi misolga ko'ra bitta rasm chizib oladigan bo'lsak, mana bitta katta shar mana tekislik bilan kesildi. Keyin ichiga uni bitta sharcha chizildi ichiga. Mana shunaqa qilib o'tkazib tashlaylik. Demak, mana bu yerda o'chak to'sangar radius bu shar radiusi 15 ekanligi aytilgan. Mana bu 15 ga teng. Bizda hosil bo'lgan segmentlar kattasiga ichkisilgan shar radiusi hosil bo'lgan segmentlarning kattasiga shar tekislik bilan kesildi. Hosil bo'lgan segmentlarning kattasiga ichkisilgan shar radius. Qaranglar, kattasiga degandan keyin mana bu chizmamiz biroz xatolik bo'lib ketdi. Chunki pastki tomonga chizilishi kerak ekan bu. Mana bu kattasiga deganda mana bu tomon tushunish kerak ekanda kattasiga. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Endi kattasiga bo'lgandan keyin markazda yotadi. Markaz pastda yotadi. Bundan buyoqgacha shar radiusi, bu ham shar radiusi. Mana 15 ga teng. Tekislikdan hosil bo'lgan segmentlar kattasiga ichkisilgan shar radiusi 12 ga teng bo'lsa, nimaga 12 bu yerda o'xshamay qoladi-ku. Hosil bo'lgan segmentlarning kattasiga ichkisilgan shar radiusi 12 ga teng bo'lsa, menimcha boyaga to'g'ri edi. Ortga qaytaraylik. Mana shu to'g'ri edi, chunki mana yerda masofa 12 bo'lsa, 24 chiqib ketar ekanda, to'g'ri. 24 chiqib ketar ekan kattasi. Bunda to'g'ri kelmay ekan. Mana bitta shar radiusi 15 ga teng. Tekislik bilan kesildi. Kesamiz tekislik bilan. Kesildi. Keyin ikkita segment hosil bo'ldi, yuqorisida va pastida. Shularning kattasi pastda turibdi. Kattasiga ichkisilgan shar, ya'ni kattasiga shar ichkizamiz. Mana. Kattasiga shar ichkizamiz. Iloji boricha fikrlab ishlash kerak. Mana astrometriyaning misollarini fikrlamasak qiyin bo'lyapti. Demak, kattasiga shar ichkizilgan. Endi ichkizilgan sharning radiusi 12 ga teng. Mana bu radius 12 ga teng. Yuqoriga ham 12 ga teng deb olamiz. Endi bizda sharning markazi katta shar, mana shu nuqta bo'lsin. Katta sharning radiusi 15 ga teng bo'lgani uchun mana bu kesma nima bo'ladi? 3 ga teng bo'ladi. Keyin mana bu kesma 15 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda 90 gradus, mana bu kichik nima deylik? Kichik r demaylik, shuni x deylik. Bu kesim yuzasi bo'lsin. Xo'sh, bizda kesim yuzini so'rayapti, ya'ni x ning qiymatini topib olish kerak. Birinchi navbatda x ning kvadrati teng bo'ladi 225 dan ayirib tashlayman 144 ni.
Shunda x ning kvadrati teng bo'ladi. Bu yerda necha chiqadi? 81, x teng chiqadi 9. Bizda kesim yuzasi px kvadrat bo'ladi. Px kvadrat 81 x ga teng. Ya'ni 81 pi ga teng degan uzr. Mana javob. Endi qaraydigan bo'lsak, tekshiradigan bo'lsak, 57 da 144 pi chiqqan. Demak, bizda kesim yuzini toping. X ning qiymati to'xtinglar. Mana bundan 3 ga teng bo'lsa, mana bu yerdagi masofa necha bo'ladi? 9 bo'ladi. 15 ning kvadratidan 12 ning kvadratini emas, 9 ning kvadratini ayiramiz. Ya'ni 81 ni ayiramiz. 81 ni ayiradigan bo'lsak, bu 144 chiqadi, ya'ni 12 chiqadi. Shu yerda xatolikka yo'l qo'ymaylik. Demak, 12 chiqadi. Demak, x kvadrat 144 pi chiqadi. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Mana javob 144 pi. 58-savolga qaraymiz. 58-savolda shar sektorga shar ichi qisilgan 30 gradus ekanligi aytilgan. Katta shar hajmining kichik shar hajmi nisbati. Demak, mana bu yerda sektor ajratilgan. Bu yerdan o'rinlargacha bo'lgan masofa 90 gradus deb olamiz. Demak, mana bu masofa 90 gradus. Mana bu 90 gradus, bu ham 90, bu 30 gradus. 30 gradus qarshisida yotgan kar yepasi yarmiga teng. Ya'ni mana bu er bo'lsa, mana bu yerda masofa 2 er bo'ladi. Yuqorisi ham er bo'lsa, bitta katta erning radiusi kichik 3 ta erga teng ekanda. Katta sharning radiusi kichik er shu xossasiga ko'ra kelib chiqdi. Endi bizda katta sharning hajmi kichik shar hajmiga nisbati R1 ning R2 ga nisbatan nimasi bo'ladi? Qarsida kub bo'ladi, hajm bo'lgandan keyin shunda 27 erning kubi bo'lingan erning kublari qisqaradigan bo'lsa, javob 27 chiqadi. Mana. Tekshirsak to'g'ri ekan. Demak, 59-savolda sharning sektor ichi qisilgan shar radiusi 3 ga teng. Agar sektorning eng katta aylana radiusi 4 ga teng bo'lsa, xo'sh, juda ham bir chalkash savollar bo'lyapti oxiriga qarab. Demak, mana bu yerda bitta shar chizib oldik. Sharning sektoriga chizilgan shar. Ya'ni yuqorisiga mana kichkinagina qilib bitta shar chizib olamiz. Bu sharning sektoriga chizilgan shar. Mana. Biroz o'xshadi menimcha. Ana. Endi shar sektoriga chizilgan shar radiusi. Mana bu kichik sharning radiusi 3 ga teng ekan. Mana 3 bo'lsa, bu ham 3 bo'ladi. Bu ham 3 bo'ladi. Ya'ni bu 90 gradus. Agar sektorning eng katta aylanasi radiusi 4 ga teng bo'lsa, katta shar radiusini toping. Demak, sektorning eng katta aylanasi. Mana bu masofasi bo'ladi sektorning eng katta aylanasi. Shuning radiusi 4 ga teng bo'lsa, mana topish kerak, shar radiusini topish kerak. Raqam sol. Demak, mana bu masofa yerdan 3 ni ayirib tashlaganga teng. Qaranglar ustozlar, mana shuni men bu yoqqa chiroyli qilib bitta chizib olaylik, katta qilib. Katta qilib chizib olmasam, sizlarga ishlab bera olmay qolaman. Planshetim o'zi o'ylanib qoldi. Demak, uni pastga tushirish kerak-da. Mana to'g'riladi.
Endi shunaqa qilib kesma konus yasab olamiz. Konus yasab oldikmi? Endi konusga ichkisiga sharni tasavvur qilib olamiz. Bu yoqqa qilib olaylik. Endigi masalada mana buni tutashtiramiz. Keyin mana buni tutashtiramiz. Keyin shar markazidan bu yerga 90 gradus o'tkazamiz. Demak, mana bu 4 ga teng, bu 3 ga teng. Mana 90 gradus. Bu ham 3, bu yer ham 3. Yokida mana bu masofaga qaraydigan bo'lsak, bu katta erning nimasidan uchni ayirib tashlaganga teng. Bundan bungacha bo'lgan masofa 3 deya olmaymiz ekan. Mana yuqorisigacha bo'lgan masofani 3 deb olamiz ekan. Mana 3 xato bo'ldi. Shunga e'tiborli bo'laylik ustozlar. Mana bu yerda 3 bo'ladi. Bizda mana bu qismiy balandlik berilmagan, umumiy balandlik berilgan. Demak, bu esa yerdan 3 ni ayirib tashlagan. Ya'ni umumiy katta mana bu radius, shundan yuqorisini ayirib tashlaydigan bo'lsak, r-3 ga teng. Xo'sh, mana shu bilan bu yog'i katta yer. Mana burchakni qarang, alfa. Bu qarshisidagi katetning gipotenuz nisbati. 3 ning r-3 ga nisbati teng bo'ladi. Endigi navbatda mana bu qarshisidagi katet 4, gipotenuzda katta r bo'ladi. Mana shu xossadan, ya'ni qarshisida yotgan katetning gipotenuz nisbati burchakli sinusidan o'xshashlik qilib oldik. Ikkita to'g'ri burchak, 3 burchak. Shu yerdan hisoblasak 3r teng bo'ladi 4r-3 ga. Bu yerda r teng bo'ladi. Katta aylana mana sharning radiusi ham 3 ekanligi kelib chiqadi. Tabriklayman. Mana shu bilan o'zi xato ishladik. Chunki kichik shar radiusi bilan katta sharning radiusi bir-biriga teng bo'lmasligi kerak edi. Xo'sh, muammo, yana bitta muammoni savol. Mana bu yerda xatolik ketibdi-ku. 4 ga ko'paytirilganda mana 12 bo'ladi-ku. Mana bu 4r-12. Shunda r teng bo'ladi 12 ga. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Shar radiusini toping. Shar radiusi 12 tekshirsak 59 to'g'ri. Mana javobi 12. 60-savol. Radius 7 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Hosil bo'lgan kesim yuzi 36 pi ga teng. Demak, radiusi 36 7 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Hosil bo'lgan kesim yuzasi 36 pi ga. Mana kesim yuzasi 36 pi ga teng. Kichik shar segment hajmini toping. Kichik shar segmentining hajmini toping. Demak, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa sharning radiusi 7. Mana bu 36 pi bo'lsa 6 bo'ladi. Mana x masofa 7 ning kvadratini 6 ning kvadratini ayirganga teng. Hosil bo'lgan kesim yuzasi 36 pi ga teng. Kichik shar segmenti toping. Yuqorisining hajmini topish. Demak, yuqorisining hajmini topish uchun bizga mana balandlik kerak bo'ladi. H ni topish uchun nima qilish kerak? X kerak. X ning kvadratini topish uchun esa 7 ning kvadratidan 6 ning kvadratini ayirib tashlash kerak. Demak, x ning qiymati 7 ga 6 13. 49 dan 36 ni ayirib tashlaymiz. Demak, x ning kvadrati 13 bo'lsa, x teng bo'ladi 13 ga. Endi h nimaga teng bo'ladi desa, 7 dan 13 ni ayirib tashlaganga teng. Endi v segmentning hajmi pi ko'paytirilgan h bo'lingan 3r kvadrat minus plyusmi. Yuqorida bitta misolda bor edi, qarab ko'raylik shunga. Plyus ekan. Plyus h ning kvadratiga. Bu formula juda yodda qolish qiyin. Demak, pi ko'paytirilgan h ni yozsak bo'ladi. Nima qilib 7 minus 13 qilib bo'lingan 3. 3r kvadrat 36 ni 3 ga ko'paytirsak 108. Plyus h ning kvadrati nimaga teng? 49 ga 13 ni qo'shadigan bo'lsak, mana bu h ning kvadrati 49 ga 13 ni qo'shsak 62 plus 14 13 ga teng.
62 plus 14 ildiz 13 ga teng. Kvadrat. Xo'sh, hisoblasak endi. Bu yerda ildizli javob yo'q-da, bizda 60-savolda. Lekin ildiz kelib qoldi. Shuni boshqatdan o'chirib turaylik. Qayerda xatolik yo'q qo'ydikmi deyman. Boshqatdan o'qib ko'raylik. Radius 7 ga teng bo'lgan shar tekislik bilan kesildi. Hozir bo'lgan kesim yuzi 33 pi ekan, uzr. 36 pi deb qarabman. Ko'rdingizmi? Qattiq xato qilibman shu yerda. Mana 33 pi bo'lsa, pi kichik r ning kvadrati 33 pi ga teng. R ning kvadrati shu yerdan 33 chiqadi. X ning qiymati esa, x ning kvadrati esa 49 dan 33 ni ayirib tashlagan r ning kvadrati. Bu yerda bu 33 ni 6, 16, x ning qiymati 4 chiqadi. Shunda balandlik 3 ga teng bo'ladi. Endi topsak bo'ladi. Va pi ko'paytirilgan h bo'lingan 3r kvadrat plus h kvadrat. Shunga ko'ra h 3 bo'lsa 3 lar qisqarib pi qoladi. R kvadrat 33 bo'lsa 99 bo'ladi. 3 ga ko'paysak plus h ning kvadrati 3 bo'lgandan keyin 9 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 108 pi ga teng bo'lib qolar ekan javob. Tekshirsak 60-savol tekshirsak 108 pi. Segmentning hajmini toping degan. Endi misolda 21 yoki 9 deyilgan. Nima 21 yoki 9? Tushunmadim. Xo'sh, pi r kvadrat kesim yuzasi 33 pi ga teng, pi lar qisqardi r kvadrat 33 ga teng. 49 dan mana bu r bo'lyapti-da. 49 ning kvadrati, 7 ning kvadrati 49, shuni 33 dan 9 ni 3 dan 6, 16 x teng 4, to'g'ri? X teng mana bu masofa 4 bo'lsa, yuqorisiga 3 qoladi. Radius 7 bo'lgani uchun segmentning kichik shar segmentining hajmini toping. Demak, 60-savolning javobida xatolik bor ekan. 21 yoki 9 emas, 108 pi ga teng bo'ladi. 61-savol. Radiuslar 17 va 10 ga teng, kesishuvchi sharlar berilgan. Bu sharlar kesish chizig'ining uzunligi 16 pi ga teng. Shar markazlari orasidagi masofani toping. Demak, radius 17 kesishgan. Demak, ikkita shar nima qilgan? Bir-biriga kesishtirgan. Gapning ochig'i. Mana bitta sharni kestirsak, mana ikkinchisi kichikroq qilaylik buni. Kestirdik. Bu ikkita shar kesishdi deb qaraymiz. Birisining radiusi 17 ga teng, ikkinchisining radiusi 10 ga teng. Yana mana bu yerda bungacha bo'lgan masofa 17, bundan bungacha bo'lgan masofa 10. Bu shar markazlari orasidagi masofa. Demak, mana bu 17, mana bu 10. Endi bu sharlar kesish chizig'ining uzunligi 36 pi ga teng. Kesish chizig'ining uzunligi mana uzunligi 16 pi ga teng. Shar markazlar orasidagi masofani toping. Markazlar orasidagi masofani topish kerak. Demak, ikkita shar bir-biri bilan kesishgandan keyin mana bu yerda bitta bir tekislik, ya'ni aylana hosil bo'ladi. Mana shu aylana bu sharlar kesish chizig'ining uzunligi, kesish chizig'ining aylananing uzunligi mana bu r bo'lsa, shu ikkita r ning qiymati 16 pi ga teng ekan. Shunda bitta r ning qiymati 8 pi chiqadi. Endi shar markazlari orasidagi masofani topish kerak ekan. Demak, r ning qiymati bor. Mana bu masofani x deylik, mana bu masofani y deb olaylik. Bizda x plus y ning qiymati so'ralgan. X plus y ning qiymati necha chiqadi? Shuni topsak bo'ldi. Demak, bu 90 gradusligidan foydalanib 17 ning kvadratidan
y ning kvadratini ayiradigan bo'lsa, r ning kvadrati hosil bo'ladi. Yokida 17 ning kvadrati teng bo'ladi r ning kvadratiga y ning kvadratini qo'shganimga. Shu yerda r ning kvadrati bizda ne chiqadi? 64. Kelinglar, mana misolda kamchilik bor deylikda. Mana bu yerda bu sharla kesish chizig'ining uzunligi 36 pi emas. Kesish chizig'i emas, kesishdan hosil bo'lgan aylananing yuzasi 16 pi bo'lsin. Shunda pi r ning kvadrati 16 pi bo'lsa, pi r chiqadi, 4 chiqadi. Qaranglar, shu bilan chiqadi xolos. 4 chiqadi. Endi y ning kvadratini topish uchun 17 ning kvadrati 289 dan 4 ning kvadratini ayirib tashlash kerak, ya'ni 16 ni. Demak, ayirib tashlaydigan bo'lsak 3, 7, 2 ostida 273 chiqadi. Keyin bu tarafida x ning kvadratini topish uchun 10 ning kvadrati 100 dan ayirib tashlashim kerak r ning kvadrati, ya'ni 16 ni. Demak, bu yerda x ning kvadrati teng bo'ladi 84 ga. X teng bo'ladi ostida 84 ga. Ana endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda nima chiqmaydi? Javob aniq chiqmaydi. Yana 14 yoki 4 degan javob bor orqasida 61-savolda. Lekin bizda 14 yoki 4 degan javob kelmaydi. Xatolik qayerda deb o'ylayman. Bitta fikrlab ko'raylik. Bu sharla keshish chizig'ining uzunligi. Kesishish chizig'ining uzunligi. Kesishganda mana o'rtadagi 2r bo'ladi uzunligi. Yoki uzunlik 2πr aylana uzunligi ekanmi? Aylana uzunligi bo'lsa 8 chiqadi. Mana menimcha shunaqa qilib ishlab ko'raylik qana. Keshish chiziq uzunligi degani boyaga o'rtada hosil bo'lgan aylananing uzunligi bo'lsin. Mana bu aylana uzunligi bo'lsin. Aylana uzunligi 2πr bilan topilsa 16 pi ga teng bo'lsa, r teng necha chiqadi? 8 chiqadi. 8 chiqsa x ning qiymati 6 chiqadi, y ning qiymati 289 dan chiqsa 15 chiqadi. X ga y ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 21. 21 orasidagi masofa 21. Aniq son chiqar ekanda, lekin javob yo'q. 14 yoki 4. Nima 14 yoki 4? Shar markazlar orasidagi masofani toping desa 14 yoki 4 deyapti. Nimaga 14 yoki 4 bo'lishi mumkin? Markazlar orasidagi masofa ikki xil bo'lishi mumkin ekanmi? Menimcha 21 degan to'g'ri javob. 62. Radiuslar 13 va 15 ga teng bo'lgan kesishuvchi. Agar mana shunda 61 va 60-savolning yechimlari xato bo'lsa, to'g'ri yechimni qoldirsangizlar bo'ladi. Endi hozir to'g'ridan-to'g'ri 65 ta misolni ketma-ket nima qilib ishlab o'tiribman. To'g'risi kalla achib ketadi-da. Ayrim joylarda texnik xatolar yoki qo'pol xatolar qilishim mumkin. Uning uchun uzr so'rayman ustozlar, o'quvchilar, demak sizlardan. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. 61 ning 21 deb qildik javobini, chunki radius 8 bo'ldi. 8 degandan keyin 17 ning kvadratidan 289 dan 64 ayirsa 5, 2 290 15 chiqadi. Y 15 x teng 6 chiqadi. 15 ga 6 qo'shsa 21. 62. Radiuslar 13 va 15 ga teng kesishuvchi sharlar berilgan. Yana shunday, yana shu muammo. Demak, radiuslar 15 demak mana buniki 15 bo'lsin, buniki 13 bo'lsin. Bu yerda yana masofa radius, bu y. Mana bu kesma uzunligi y, bu kesma uzunligi x. Bu sharlar keshish chizig'ining uzunligi boyaga L teng 2πr kichik r 24 pi ga teng. Kichik r shu yerdan 12 chiqadi. Unda 15 ning kvadrati 12 ning kvadratini ayiradigan bo'lsak, y teng 80, y ning kvadrati 81 bo'lib, y teng 9 chiqadi. Pifagorga ko'ra. Keyin 13 ning kvadratidan 12 ning kvadratini ayiradigan bo'lsam, x ning kvadrati teng bo'ladi 169 dan 140 ni ayiradigan bo'lsak, 25 mi? X ning kvadrati teng 25, x teng 5 chiqar ekan. Shunda bizda shar markaz orasidagi masofa x plus y ning qiymati 14 ga teng bo'ladi. 62 da javob 3 ekan. Shar markazlari orasidagi masofa 3 ga teng.
bo'lishi mumkinmi? Shuni bitta tekshiramizda. Mana shu videoni tekshirib, videoni oxiriga tashlab beraman sizlarga. Agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato. Hozircha yakunlaylik. Misolni 63 tasi qoldi. 63, 64, 65. Menda shunda 61 yo'q. 60, 61 va 62-misollarda biroz javob chiqmayapti. Shungacha hammasiniki chiqdi. 63 asosining radiusi 3 ildiz ostida 18 ga teng silindr. O'q kesimi kvadratdan iborat. Silindr. Endi ustozlar bu yerda silindr berilgan. Silindr chizib olaylik. Asosining radiusi mana kichik yer 3-darajali ildiz ostida 18 ga teng ekan. Silindrning o'q kesimi kvadratga iborat. Balandlik demak h2 erga teng deb olamiz. Silindrga tengdosh shar. Tengdosh degani hajmlari teng degani. Demak, bu silindrning hajmi pi r kvadrat ko'paytirilgan h yokida 2 pi r kub desak ham bo'ladi. 2 pi r kub teng bo'ladi 4/3 pi r kub. Ya'ni tengdosh degandan keyin sharning hajmiga. Bu yerda 4 pilar bilan 2 pilar qisqasi bu yoqda 2 qoladi. Shunda 3 r ning kubi teng bo'lib qoladi 2 r ning qavsda kubiga. Demak, bu yerda bizda silindr tengdosh shar radiusini topsak, r ning kubi teng bo'ladi 3 r ning kubi taqsim 2 ga. R ning qiymati teng bo'ladi r 3-darajali ildiz ostida 3/2 ko'paytirilgan r ga. R ning qiymati esa 3-darajali ildiz ostida 3/2 ko'paytirilgan 18 ni qo'yib yuboramiz. Shunda 3-darajali ildiz ostida 27 bo'ladi. 27 dan esa 3 chiqadi. Tabriklayman, buni ham javob chiqmadi, chunki oxirida javob 3 ildiz ostida 18 ni o'ziga teng deb qo'yibdi. Bo'lishi mumkinmi? Chunki 2 bilan 18 qisqarib 9, 3 9 27. Menimcha xato qilmadim. Chunki r ning qiymati 3 ildiz ostida 18 ga teng. Asoslar ildizlarning darajalari bir xil bo'lsa, bir ildiz ostida ko'paytirsak bo'ladi. Menimcha 3 bo'ldi. 64-savolga qaraymiz. O'q kesimi teng tomonli uchburchakdan iborat bo'lgan konus balandligi 6 ga teng. Demak, konus endi bu yerda konus berilgan. O'q kesimi teng tomonli uchburchakning muntazam uchburchakdan iborat. Balandligi 6 ga teng bo'lsa, muntazam uchburchak balandligi. Bu a ildiz ostida 3 ga teng edi. 6 ga teng. Shu yerda a topsang 2 ildiz ostida 3 chiqadi. Demak, muntazam uchburchakning tomonlari 2 ildiz ostida 3. Asosining radiusi esa ildiz ostida 3 ga teng ekan. Shunga ko'ra bu konusga tengdosh shart. Demak, tengdosh degan hajmlar teng. Demak, 1/3 pi r kvadrat. R kvadrat degan 3. Balandlik 2 ildiz ostida 3 mi? Yo'q, 6. Hisoblaydigan bo'lsak 6 pi. Demak, hajmi 6 pi ga teng bo'lgan shart. 4/3 pi r kub. Pilar qisqaradi. R ning kubi esa 6 18 bo'lingan 4 ga teng. Shu yerda r ni topadigan bo'lsak, 2 ga qisqartirsak, r ning kubi teng bo'ladi 9/2 ga. R ni topadigan bo'lsak, 3 ildiz ostida 9/2 ga teng bo'lar ekan. Shar radiusini toping degan. Bunda ham javob nima qilingan? 60 chiqqan. Tengdosh. Bu konusga tengdosh shar. Tengdosh degani hajmlar teng degani. Qayerdadir xato qilyapman. Mayli, hozir 65 ni ham ishlaylik. 60 chiqdimi? 60 yo'q, 60 chiqmadi. 9/2 chiqdi 3 ildiz ostida. Javob 3 ildiz ostida 9/2. Oxiridagi javob 60. Shar sirti olingan ABC nuqtalar orasidagi masofalar mos ravishda 40-48 ga teng. Demak, bitta shar bitta aqlab olamiz nuqtalarni aniqlash uchun. Shar sirtidan olingan ABC nuqtalar orasidagi masofalar. Mana A nuqta, mana B nuqta, mana bu C nuqta bo'lsin. Shunda A dan B gacha bo'lgan masofa 40, A dan C gacha bo'lgan masofa ham 40 bo'lsin. B dan C gacha bo'lgan masofa shunda rasm biroz xatolik ketdi.
bir nuqtani o'rtada olaylik. So'ngra mana bu yerdan olaylik. Shunda A dan B gacha 40, B dan C gacha 40, 40, A dan C gacha esa 48 ga teng. Agar shar radiusi 65 ga teng bo'lsa, mana bu masofa 65 ga teng bo'lsa, shar markazidan ABC uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa. Mana shu masofani nima qilishga topish kerak. Uning uchun mana bu uchburchakka aylanib tashqi qisilgan, shu tashqi qisilgan aylanma radiusini topish kerak. Uning uchun mana bu kichik r deb olamiz. Kichik r ni topish uchun tashqi qisilgan ABC taqsim 4s formulan topiladi. ABC taqsim 4s formula. Endi bu teng yo'lli uchburchak bo'lgani uchun yuzasini topish muammo emas. Bu 40, bu ham 40 bo'lsa, balandlik asosini 2 oladi. Ya'ni 24, 24. Buni balandlik h topish uchun 40 ning kvadratini 24. Ya'ni 400 dan yo'q. 1600 dan 576 ni ayirib tashlayman. Shu yerda 4, 9, 2 0, 1024. 1024 esa 12 nikimi? Yo'q. 2 ning 10-si, 2 ning 5-si 32. 32. Balandlik 32. Mana 32. Xo'sh, S esa 48 ko'paytirilgan 32 bo'lingan 2. Shunda 24 ko'paytirilgan 32. Ko'paytiradigan bo'lsak, demak 24 ni 32 ga ko'paytiradigan bo'lsak 768. Endi baland 40 ko'paytirilgan 40 ko'paytirilgan 48, axrajimiz esa 4 ko'paytirilgan 768. Demak 768 48 ga qisqaradimi? Qisqaradi. 48 qisqarsak bu yerda 12 qoladi. 4 bilan buni qisqarsa bu yerda 10 qoladi. Bu bilan buni 4 ga qisqarsa bu yerda 3, bu yerda 10 qoladi. Demak yuqorida 100, pastda 3. Demak mana buning radiusi. Endi bizda mana bu x masofa kerak. X masofa qanday topiladi? X ning kvadrati 65 ning kvadratidan r ning kvadrati ayirib tashlagan kerak. Ya'ni x ning kvadrati teng bo'ladi 65 ning kvadrati oxiri 25, 6 dan 7 keladi, 6 7 40, 4225 minus r ning kvadrati esa 10000 taqsim 9 ga teng. X ning kvadrati 4225 ni 3 ga ko'paytirsak 12675, 675. Shundan ayirib tashlaymiz 10000 ni keyin bo'lamiz 9 ga. Yo'q. Nimaga 3 ga 4 ga ko'paytirish, 9 ga ko'paytirish kerak. 9 ga 38000 bo'ladi. Mana shu yerda adashdik. 38025. Shundan ayirib tashlayman 10000 ni. Keyin bo'laman 9 ga. 10000 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam 28000 qoladi. Keyin 19 ga bo'ladimi? Bo'linmaydi. 28025. X ning qiymati ildiz ostida 28025 bo'lingan 9 yoki da 3. Mana buni ildiziga olib, maxrajini 3 qilib olsak bo'ldi. Mana javobi shu ko'rinishda bo'ladi, lekin orqasida javob to'g'ri kelmaydi. Tak. Mana shu oxirgi 60-misoldan toki 65-misolgacha kitobning orqasidagi javob bilan bir xil bo'lmadi javoblar. Ana shuni inobatga olgan holda buni misollarini qaytadan ko'rib, tekshirib, keyin kanalga tashlab beraman sizlarga. Shungacha mana shu yechimlarni to'g'ri deb qabul qilib turasizlar. Agar balkim to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Balkim xato bo'lishi ham mumkin. Boya aytganimdek 65 misolni birdaniga ishlash to'g'risi kallani achitib yuboradi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat ustozlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.